Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mehmonimiz bolalar va kattalar nevrologi Lazizxon aka Hakimov. Laziz aka, nevrolog sifatida bosh og'rigan bemorlarimizga Trimol Kupen dorilarini ichib yurishga qanday qaraysiz? Albatta, o'rinli savol. Haqiqatdan ham bemorlar o'rtasida har xil og'riq qoldiruvchi dori vositalari, xususan Trimol, Kupen kabi dorilarni bosh og'riganda ichish holatlari ko'p kuzatiladi. Lekin bu bosh og'rig'i xavfli kasalliklarni dastlabki belgilari bo'lishi mumkin. Xususan, bosh miya qon tomirlari anevrizma kasalligi, bosh miya o'smalari kasalliklarini dastlabki belgilari bo'lishi mumkin. Bizni praktikamizda shunaqa holatlar kuzatilgan. Mana shunaqa xavfli kasalliklar bilan kasallangan bemorlar mana shunaqa dorilarni iste'mol qilib, shifokorga bu kasalliklarni xavfli o'sha eng kech bosqichlarida borishgani ko'p kuzatilgan. Shuning uchun bunaqa dorilarni nafaqat ichishi, balki o'sha reklama qilinishiga ham qarshiman. Albatta, bunaqa bosh og'riq holatlarida nevrolog shifokor ko'rigiga ko'ringan ma'qul.